Assalomu alaykum do'stlar. Hop, biz hozir Bekbaraka bozoridamiz. Mana bunday bambukli kuzgi va qishki kiyimlarni va duvoykalar, mana duvoykalar ham bor. Shularni hozir narxlarini so'raymiz. Narxlarni optim narxini aytmaymiz, chunki optim narxini aytishmaydi. Optimchilar yozsalaring narxini kelishtirishadi. Hozir dona narxlarini aytib o'tib ketamiz. Bular ish bilan, buni duvoykalar qanchadan? Apa, duvoyka qancha bu? Bu, mana bu. 200 kanalda. Kanalda 200 ming so'm deyapti, 192 ming so'm deyapti. Razmeri nechidan nechigacha? 46 dan 52 gacha. Ha, razmer to'rttali ekan, 46 dan 52 gacha. Kачествоsi yaxshi, material bambuk. Mana ko'rib turibsizlar, bularda reklamiya rasmlari bor. Aytganimdek, optim olmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqsalaring kelishtirishadi, chunki savdoda shunaqa narsa bor, narxni sindirib berishi mumkin-da, kimdir foydalanadi ozgina ustiga qo'yib, o'shaning uchun aytishmaydi narxni, lekin dona narxlari shu. Bu qanchadan bu? Bu 180 kanalda. nechidan nechigacha? 46 dan. Ha. Mana bu 180 ming so'm. O'sha dona narxi. Razmeri 46 dan 56 gacha. Hop, keyin mana bu nima bor? O'tgan rosa trend bo'lgan edi. Bu 180 edi kanallarni. Bu 180 ming so'm. 50 dan 60 gachamidi bu? 50 dan 60 gachamidi? 46 dan 56 gacha. Ha. Razmer 6 tali, 46 dan 56 gacha, shtoni ham bor buni. Duvoyka. Buni keyin xalati ham bo'ladi. Xalati ham 180 ming so'm kanal narxi, xalati 50 dan 60 gacha. Xuddi shunaqa, faqat xalat menimcha hozir qolmagan. Keyin bundan tashqari bo'lsa mana bu ko'ylaklar bor. Bu ham juda zo'r ketdi. Bu o'sha qimmat ko'ylaklarni o'zlari chiqarishgan. Arzon qilib. 220 mida qancha edi bu kanal? Bu ko'ylaklarimiz 220 ming so'm. Materiali nima? Bambuk bas, bu nima deyiladi hozir? Naturalka materiali. 220 ming so'm, razmeri 50 dan 60 gacha. Mana hamma rasvetkalari bor. Keyin mana buni ko'ylagan. Bu ham 50 dan 60 gacha, bu ham 220 ming so'mdan. Keyin mana yana bitta trenddagi narsalardan mana bu ko'ylak, xalat, ya'ni tugmalari hammasi ochiladi. Swarovski toshli, bambuk. Bu nechi pul? 180 mi qancha? 200 ming. Bu 200 ming so'm. Bu ham 50 dan 60 gacha razmeri. Bu 46 dan 56 gacha. 180. Bu 46 dan 56 gacha 180 ming so'm. Cho'ntaklari bor, hammasida cho'ntaklari bor. Keyin mana halinda buni yangilikmi? Mana bu yangilik ekan. Buni duvoykasi ham bor, mana shtoni bilan ham bor, xalati ham bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa. Bu 46-56 razmeri. Bu 50 dan 60 gacha razmer. Narxi qancha? 200 mingdan. Bu ham 200, bu ham 200 ming kanal narxi. Hop, yana yangiliklar. Mana do'stlar, bular optimchi, birinchi qo'l. O'zlari chiqarishadi. Optim olmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqarasizlar. Narxlar kelishtiriladi. Keyin mana bunaqa abaya nimalar bor? Bu nechi pul bu? 220 mingmi qancha bu kanal? 220. 220 kanali. Nechi pul? 200 mingmi kanal? Kanal 200 ming so'm, razmer 50 dan 60 gacha. Ular ham 200 dan, ular ham. Mana bular ham 200 ming so'mdan ekan. Ochadigan narsa. Bular ham 200 ming so'mdan. Aytganimdek dona narxi. Ya'ni mana uzr. Mana buni xalati bor ekan hozir. Mana. Olib beraman. Nima? Bitta olinchi o'sha. Keyin mana bu xalat. 180 ming so'm, razmeri 50 dan 60 gacha. Hop. Juda ham ko'p narsalar bor do'stlar, aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa dastavka qilib beramiz. Optimchilar uchun maxsus narxlar bor. Pachka olganlarga narxlarni kelishtiramiz. Bu nechi pul edi bu? Bu kanal nechi pul edi? 140 mi qancha bu? Ha, bunaqa bambukligi bu 120, 46 dan 60 gacha xalatimiz bor. Xo'p do'stlar, kimga tovarlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Mana pachkasi bilan to'plab tashagan.
chiqarib beramiz. Xudo xolasa hammaga yana yangiliklar bo'ladi. Kanalni kuzatib boringlar. Albatta like bosish esdan chiqmasin. Savdo bilan shug'ullanadigan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Hammaga rahmat.